Bugungi ishlarimizdan biz Cobalt avtomobili 184 ming yuribdi akamiz. Xo'p, buni ishlariga keladigan bo'lsak, korobka 184 ming yuribdi. Ozgina setalash bor ekan. Ko'rgan bo'lsalaring, yog' chiqarib yuborgan. Ustakalardan shu salnikda risk ko'tarib olmasliklarini so'rab qolamiz. Sababi alyuminiyli rezinoviy salnik bo'lgani hisobi juda nozik. Mana bu joylarga e'tibor bersangiz, shu joy sinib qoladi, yo'q qo'yib olish bo'ladi. Plastiklarga e'tibor bersangiz, yaxshi holatda turibdi. Lekin yaxshi holatda turgan bo'lsa ham o'zinikini qo'ymaymiz. Buni chiqarib tashlab, unga yangi GM original plastmassalardan qo'yib beramiz. Sababi 180 ming euro bo'lgan. Bu qo'yganimizdan keyin bilib bo'lmaydi, ertadan keyin yozda ozgina qizish bo'lsa, maydalanib sinib ketadi. Bu tarafiga e'tibor berasizlar. Yo'llari mana shu holatda bo'lib ketgan. Bu holat avtomat korobkani tugashiga sababchi bo'ladigan holatlardan bittasi. So'rayardik, ochgandan keyin обязательно prokladkani tekshirish kerak. Qayerdadir yorilgan yoki chizilgan holati bo'lsa, mashinaning yurmay qolishiga sababchi bo'ladi. Xo'p, futurkalarga e'tibor berasizlar. Ketgan holatda. Nihoyatda katta. Futurkalarni polni o'zimizda original futurkalar bor, o'shalardan qoqib beriladi. Boshqa taraf polni komplektatsiya futurkasi qoqiladi. Yana gidroblok hamma narsani yuvib boshqa tarafga yig'ib beramiz.